Tak, aziz do'stlar, O'rta Chirchiq tumanidamiz. Silosni ko'ryapsizlarmi, qanaqa chiroyli chiqqanini, balandligiga baho beringlar. Har bitta kustda bittadan, ikkitadan va 3 tagacha solgan. 3 tasi ham bor. Yaxshilab qaranglar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlarini kelishyapsizlar. No standartdan narx 500 dan 1000 ga qadar bo'lyapti. Men u egasidan so'rasam, men bilmayman, kelishamiz dedi. Aziz do'stlar, 15 gektar. 15 gektar, no plotность 14 gektar deb aytaman. Chunki ba'zi bir joyda zax joylari ham bor ekan. No 14 gektar plotный chiqqan. Juda ham zo'r. Qaranglar. Kimga hozirgi kunda bilasizlar, O'zbekistonda oxirgi 4 yil 5 yil ichida silosni atkorim juda ham trend maqomiga ega bo'ldi. Chorvachilikda qo'ylar yo buqalar bemalol silos bilan atkorim qilsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam, boyagi sut fermerchiliklari yig'olmagan ozuqa bazangiz bo'lsa, mana yana 15-14 gektar sizda oldingizda. Kelishasizlar, nomer qoldiraman, aloqaga chiqasizlar. Ko'rib oldinglar, даже dronda ham ko'rsataman bu narsani. Dronda ham syomka qildim. Shu aziz do'stlar, video o'zingizga yoqqan bo'lsa, mijozlarga yetkazib qo'yasizlar. Ya'ni immindan shu silos qidirib yurgan, silos bosmoqchi bo'lgan akalarimizga yetkazib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.